Hammasi seni deb. U bu yerda nima qilyapti? Bo'lishi mumkin emas. Sizni qayerdadir ko'rganman, lekin eslolmadim. Men ruhxonada ishlaganman 18 yil oldin. Esladingizmi? Esladim, lekin siz bu yerga nega keldingiz? Men 18 yillik vijdon azobidan xalos bo'lish uchun keldim. Kechirasiz, tushunmadim. Nima demoqchisiz? Sizning qizingiz o'lmagan. Siz egizak tuggansiz. Dugonangiz menga pul bergan. Men bolani almashtirganman. Yo'q, Sen bu mening yolg'on. qizimni shuncha yil azobladingmi? Nega bunday qilding? Nega menga shu azobni ravo ko'rding? Yaqinlashma menga. Hammasi tugadi. Sizlar kech qoldingiz. Nega sen baxtli yashashing kerak edi? Mening bolam o'ldi. Men shunday qildim.